Nima bo'ldi endi? Ay. Aka, nima qildingiz endi bu mashinani? Aka, men o'zi telefonda bo'lib qolganman aka. Sen qaramaysizmi aka, e'tibor qilmaysiz. Men Rossiyaga ketishim kerak bugun aka. Men Qilib bermasangiz bo'lmaydi aka endi buni. bo'ldi, qilib beramiz, ijolat qilmaymiz, ketaverasiz. Hozir shunday do'konga kiraverasiz, do'konga burilyapti. Men ham men xayolda kelyapti. Shunday bir piyola choy ustida gaplashamiz. Srochlik qilib bermasangiz bo'lmaydi aka, bu shoshilish bu aka. Choy ustida gaplashamiz. Bir piyola. Bo'lmaydi aka. Mayli tunuka sexim bor. Shunday kiramiz, bir piyola choy ustida gaplashamiz. Aka, mana o'tiraylik. O'tiring. Aka, endi bu yoqda nima bo'ladi endi aka? Aka, bir piyola choy ichaylik hozir. Yes qilamiz. Bilasiz, hojam nima xizmat? Choy damlab dedik-da. Xo'p bo'ladi. Mehmon yaxshi keldingizmi? Hojam yaxshi o'tiribsizlarmi? Quyib qo'yaymi yo quyib olasizlar? Quyib qo'ying. Boshqa xizmat yo'q? Rahmat, bo'ldi. Aka, bu chiroqni sana so'ra, bu chiroqni endi menga soting endi. Bu chiroq sotilmaydi, bu ota bobomizdan qolgan chiroq bu. Mana shu ustaxonaga xizmatda bu chirog'imiz. Aka, bu chiroqni sotmasangiz bo'lmaydi. Qancha siz beraman. Xohlasangiz mana bu mashinani kalta mashinani ham beraman aka. Mayli, qo'ymadingiz. Mana sizga chirog'imiz. Rahmat aka. Bu yoshda seni bir bugun mehmon qilay. Nima xohlasan bugun senga eriyman do'stim. Valloh, sen dasturxon to'ldirmang. Bo'ldimi, o'zi es qilamiz do'stim. Labbi hojam nima xizmat? Do'stim mehmon qilmasin, dasturxon to'ldirib ber. Afsuski buni iloji yo'q hojam. Nimaga? Chunki men faqat choy damlayman hojam. Voy, chuch buzu.